Mikyan Rosining sayli qilishi. Bir kuni Mikyan Rosi sayli qilish uchun katkidan chiqibdi. Biroq u bir tulkining ostog'ini uning keyniga tushganini sezmay qopdi. Rosi bir dehqonning o'ylisidan o'tibdi. Uning keynidan kelayotgan tulki uni tutib olmoqchi bo'lib, Rosiga bir itlibdi. Biroq u itilgan chog'da bir tirnini dasab sopdi-da, tirni bir qonqibla tulkining yuziga toza qattiq urilib ketibdi. Rosi ko'lchakning yenidan o'tib ketayotganda tulki yana uningga itilibdi. Biroq u behudali itilibdi. Chunki u Rosini tutolmasdan aksicha ko'lchakka mullaq etib tushibdi. Rosi o'chib tövbisidan o'tibdi. Tulki yana itilib ketdi. Biroq u itilgan peti o'chib tövbisining ichiga kirib ketibdi. Rosi tugmanning yenidan o'tib ketib puti tugmanning bir tal jipiga ilishib qopdi. Şunun bilan bir xolta un tulkining usti beshiga to'kilib, tulki oppoq unga milinib ketibdi. Rosi qashadan o'tibdi. Tulki yana itilib ketdi, biroq tulki bir kichik qo'l harvasining ichiga tushib ketibdi. Rosi hasalarlarning ko'niki orasidan o'tibdi. Tulki ichiga tushib qolgan yeli qorva og'dirilib kelib, har ko'naklarni o'rib etibdi. Shuning bilan harilar yopirilib kelib, tulkini qo'g'lab, cheqishga boshlabdi. Bechora tulki choshqandek badar qochibdi. Rosi uyiga qaytib kelibdi. Vay! U dal kechki tomoqqa ulgurib kelibdi.